Abdulazizni birinchi trenirovkasini boshlayapmiz. Bugun full bodyga ishlaymiz, ya'ni tanani hamma qismiga ishlab chiqamiz. Birinchi bo'lib hozir hammerda trenajyorda ishlaymiz, ya'ni grudga o'tiramiz, to'xtang. To'xtab turing. Bitta ishlaymi? Ha. Ishlang. Yo'q, to'xtang. Qo'yib turing. Mana qarang. Qo'lingizni bitta suyagiga moslaysiz. Yaxshilab ushlab bo'ldi. Mana shunday qo'ydingiz. Chiqanat tepada ham emas, pastda emas, o'rtaga qo'ydingiz. Belni yopishtirmaysiz, kurakni o'zini yopishtirasiz. Ko'krak ko'taramiz. Bo'ldi. Endi itaramiz. Ha? Tushirganingizda nafas olyapsiz, itarganingizni chiqarasiz. Ha, shoshilmang. Dakansiz, ha? 12 tadan ishlaymiz, 3 ta. Sekin. Yelka bilan emas, o'zini, qo'lni o'zini itaramiz. Ko'krakni ko'taring. Ha, shunday tursin. Shoshilmang. Ha, shunday o'rtak. Ikkinchi mashqimiz qanotga ishlaymiz. O'tiringda. To'xtang endi, qarang. Burilgan joydan ushlaysiz, barmoqlarni o'tkazing oldiga. To'xtang. Barmoqlarni o'tkazing, to'xtab turing. Biz to'g'rilaymiz. O'tiring. Burilgan joy ushlang. Ha. Ichkariroq kiring, ha. To'xtang. Qarang. Tortayotganingizda chiqana ichkariga kiradi. Ko'krak ko'tarasiz. Ha, shunday. Chiqana ichkari bo'ladi, tortasiz endi. Ketdi. Ha? Nafas bilan. Tepada nafas olasiz, tortayotganingizda chiqarasiz. Ha, o'ti shunday. Shoshilmang. Ha, chiqanachicha ichkariga yana. Uchinchisi hozir yelkaga ishlaymiz, Abdulaziz. Ha. Yelkaga mah qilamiz. 2,5 kilo toshni olamiz. Qarang. Turdingiz. Korpusdan oldiga egiryapmiz. Tushyapmiz yondan. Ketdi, yonga ochyapmiz. Mana shunday. Ko'ryapsiz? Chiqanani ko'proq tepaga beramiz, kist pastda turadi. Qo'l pastda qoladi, chiqanani teparoq qilib berasiz. Mana shunday. Yelkagacha ko'tarasiz, tushirasiz. Chiqaryapsiz, olyapsiz. Chiqardingiz, olasiz. Shunday. 15 tadan 3 ta qilamiz buni. Shoshilmang. To'xtang, yonga qilamiz. Chiqanani sal ko'taramiz teparoq. Oching. Ha, sekin tushiring. Bo'ldi, mana shu yerda. Ha? Cho'tk. Yelkagacha ochyapti. Mana shunday. 15 tadan 3 ta, davay. O'tdak zo'r. Qarang, keyingisi preksiyani bo'ladi. Hozir o'zingiz vesingizda o'tirib turasiz. Qarang. Turibmiz. Yelka kengligida ochyapmiz oyoqni. Qo'l ushlayapmiz. Shuni o'tiramiz tekis, bel tekis ushlagan holatda turamiz. O'tirganda chizzalar yonga ochiladi. Shuni o'tiryapmiz, turyapmiz. Ketdi. Ha, to'xtang. Oyoq uchi to'g'riroq qarating. Ha, sal oching oyoqni. Oching. Ha? Oyoq uchi to'g'riroqqa. Ketdi, o'tiramiz. Tekis. Ha, pastroq jicha o'tiramiz. Ha, shunday. Shunaqa qilib 15 tadan. 15 tadan 3 ta qilamiz. Zo'r. Qarang. Keyingisi qo'lni oldiga ishlaymiz. Griftni o'zida birinchi ishlaymiz. Ushlayapsiz. Chiziqdan yonida ushlaysiz. Ushladingiz, tekis turdingiz. Chiqanani yopishtirasiz. Ketdi. Chiqana qimlamaydi, o'zini ko'tarasiz qo'lingizni. Mana shunday. Tushiryapsiz sekin. Ko'taryapsiz, sekin tushiryapsiz. Chiqana oldiga ketib qolmaydi. Buni likillatmaysiz bunday qilib, raskashga berib, o'zingizni ko'tarmaysiz oqay qilib. Tekis yo'l. Chiqana ushladingiz joyida. Sekin ko'taramiz ana. Sekin tushirasiz. Bu tushunarli. Buni 12 tadan 3 ta qilamiz. Davay. Mana shunday so'z. Ha. Ko'taryapmiz. Sekin tushiramiz. Oxirigacha tekis qilamiz, sekin tushiring. Sekinroq. Ha. O'tda shunday zo'r. Oxirgi mashqimiz qo'lni orqasiga ishlaymiz. Qarang. To'g'rilab olamiz. Arqonni ushladingiz. Chiqanani fiksatsiya qilasiz, joyiga kirgizasiz, yopishtirasiz, bo'ldi. Joyidan jilmaydi chiqana. Ishlayapmiz. Pastga ochasiz, ko'kragigacha olib chiqasiz. Yana pastga ochasiz.
Shunday qilib. Ko'taryapsiz, ko'kragigacha chiqdi. И pastga bunday yonga ochasiz. Qayraysiz. Shunaqa. Qilib nafas olyapmiz, chiqaramiz. 15 tadan 3 ta. Oldiroq turing. Oldiroq. Ha, bo'ldi. Chiqana fiksatsiya qilamiz. Bo'ldi, yopishtiramiz, ketdi. Oldiga. Вот так, shunday, давай. 15 ta qilamiz. Ha? Qo'lni o'zini olib kelamiz. Ha, shunday. Zo'r, shunday. Qarang, bugungi trenirovkamiz tugadi. Hozir sizni hamma yoqqa ishlatib chiqdik bittadan. Chunki sustavlaringizni va o'zingizni silovoy kuchlaringizni ko'rib olgani bittadan hamma yoqqa ishlab chiqdik, full body. Endi buni hozir bir hafta yoki 2 hafta davomida ishlab chiqamiz. Chunki o'zingizni silovoy показателingizni ko'rish uchun va keyingi etaplarga tayyor bo'lish uchun qilib chiqamiz bittadan. Endi hozir kardio qilamiz. Kardio chiqasiz. Yarim soat kardio yuramiz. 20 tepaliqqa 4 tezlikda. Tepaliqqa 20 qilasiz, bunisini tezlikda 4 qilasiz. Yarim soat yurasiz.